Bir kuni eri bitta ayolni olib keldi. Erlari Instagramda meni kuzatib, o'z ayollarini olib kelganlar. Ularni turmush qurganiga 15 yildan oshgan, 5 ta farzandlari bor va turmush qurganlaridan beri ayollariga menga arabskiy raqs tushib bergin deb so'rab kelgan ekanlar. Lekin ayollari shu darajada skrytiy, o'zlarida uyalchanglar, shunaqa uyalchanglar. Men chiqqanimda ham er xotin turishibdi, даже mendan ham uyalib turibdilar. Savollarimga zo'rg'a javob beryaptilar. Menga individualniy o'ting deyaptilar. Qaranglar qizlar, menda individualniy darslar групповой darslarimdan qimmat-da. Men ularga aytibman, yo'q, siz davaychi birinchi групповойga qatnaysiz, keyin yaxshiroq o'rganishingiz uchun individualniyga kelasiz. Men ularga bitta tavsiya berdim. Hozir kelgan kuningizda raqs etishayotganingizda faqat o'zingizni videoga oling dedim. Bir oydan keyin yana videoga olasiz va solishtirasiz o'zingizni qanchalik o'rganganingizni deyman. Men nima demoqchiman qizlar? O'sha erkak ayolini olib kelib xato qilmadilar bu yerda. Chunki 3 oyda o'sha ayol shunaqa o'zgardi. Figuralari o'zgardi, korreksiya bo'ldi. O'sha uyatni qanaqadir ozgina ketdi nisbatan. Bemalol oldin erlari bilan ham gaplasha olmas ekanlar. Mana gaplashib o'tirishga ham uyalar ekanlar. Hozir bemalol o'zlarining fikrlarini ayta oladilar. Maslahatlasha oladigan darajada, gaplasha oladigan darajaga yetganlar.